1-iyuldan boshlab siz jarimaga tortilasiz. Ogohlantirish berishmaydi endi bundan buyog'iga. Bu jarima kimga taalluqli? Tadbirkorlar uchun. Markirovka bor mahsulotni siz markirovkasini urmasdan sotadigan bo'lsangiz, avtomatik ravishda siz jarimaga tortilasiz va tizim sizni bloklaydi. Faoliyatingizni olib bora olmaysiz. Sababi markirovkani urmasdan sotayotganingiz uchun tizim bloklanadi. O'sha terminalingiz blokka tushadi. Hech qanday oldi sotdi pul yetishlar, chek berishlar qila olmaysiz. Agar mayli shunday ham ishlayman desangiz, tekshiruvga tushasiz, soliqchilar tekshirgan vaqtda sizni terminalingiz blokka tushgan holda siz ishlayotganingizni bilib qolsa, unda katta jarima bo'ladi. Bu boshqa jarima. Siz markirovkani hozirgi vaqtdan boshlab markirovkani urib soting. Bu juda ham kuchaytirilgan nazorat hammadan talab qilinyapti. Markirovkaga e'tiborsizlik qilyapsizmi? Ertaga yo'q joydan siz jarimaga tortilasiz va nima uchun men jarimaga tortildim deb savol berishingiz mumkin. Shuning uchun hozirdan tizimlashtiring. Markirovkangizni integratsiya qiling. Agar o'sha narsaga qiynalayotgan bo'lsangiz, menda o'sha xizmat bor. Men sizga integratsiya qilib beraman. 0 dan 100 gacha tizimlashtirib beraman. Bemalol markirovka bor mahsulotlarni qo'rqmasdan sotasiz. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, men bilan bog'laning. Qo'limdan kelgancha men sizga yordam beraman, tushuntirishlarni olib boraman. Qanaqa qilib qaytarib ishlashingiz to'g'risida tushuntirib beraman. Videoda men gapirib bera olmayman, vaqt yetmaydi bunga. Meni xizmatimdan foydalaning. Ko'nglingiz xotirjam, ertaga ishlayverasiz, yo'q joydan jarimaga tushib o'tirasiz. Soliqchilar siz bekordan jarimaga tortmaydi. Agar siz qonun doirasi bo'yicha ishlamaydigan bo'lsangiz, jarima qilishlari mumkin. Jarima bo'lishdan Xudoning o'zi asrasin. Qonun doirasi bo'yicha ishlang.